Assalomu alaykum, Manjurova Muhsina Kamol qizi. Sharof Rashidov tuman ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi hamda ekoqo'mita raisiman. Ekologiyaga bo'lgan qiziqish menda yoshlikdan paydo bo'lgan edi. Chunki odamlar axlat va chiqindilarni ko'chaga shunchaki uloqtirib ketishar va ularga bu oddiy holdek tuyulib qolgan edi. YCC dasturiga qo'shilmoqchisiz. YCCga, ya'ni Young Climate Champions dasturiga o'xshash dasturlarga kirib kelganimda hali unchalik ham ko'p bo'lmadi. Lekin shunga qaramay, tabiatga bo'lgan qiziqishim juda katta. YCC, ya'ni Young Climate Champions dasturiga kirib kelishimni aytadigan bo'lsak, iqlim o'zgarishi hamda ekologik muammolarga qiziqaman va YCC dasturida olgan bilimlar boshqalar bilan YCC dasturi davomida nimalarni o'rganishni xohlaysiz? YCC dasturi davomida o'rganishni xohlaydigan bilimlarim birtalagina va unga quyidagilar kiradi. Iqlim o'zgarishi va unga qarshi barqaror yechimlarni o'z ustasi bo'lgan professional mutaxassislardan javob olish va YCC dasturi davomida olgan bilimlarimni kelgusida maktab loyihalarida keng qo'llash. YCC hamjamiyatiga qanday hissa qo'sha olasiz? YCC hamjamiyatiga qo'limdan kelgancha hissa qo'shishga harakat qilaman va o'zimda bor bo'lgan liderlik qobiliyati bilan YCCga kamida 100 ta ishtirokchini a'zo etishga harakat qilaman. YCC Young Climate Champions dasturi bo'yicha 1 yillik rejalarim quyidagilardan iborat. Hozir aytib o'tganimdek 100 ta, ya'ni 100 nafar ishtirokchini a'zo qilish va jalb etish. Yilga kamida 7 ta yashil aksiya olib borish va qilgan yashil ishlarimni Green Report, ya'ni bo'linib ketganda YCC dasturi bo'yicha reja va maqsadlarim quyidagilardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.